Mahkammi, dondola yaxshimisizlar? Endilikda PUBG Mobile oldingi sezonlarni qaytaryapti. Mana yana kimdirlargadir yoqadigan, kimdirlargadir yoqmaydigan shu sezon qaytdi. Ana endi men sizlar bilan shuni obzorini bir siqimni ko'rsataman, qolganini o'zlaring ko'rasizlar. Yura davriga dondolarim bilan sayohat. Qani ketdi. Bu uchala T-Rexni ko'rib turib, men muzlik davridagi Sid bilan 3 ta bolasini ko'rgandekman. Bu qushga o'xshash maxluqni o'ldirib turib, o'zlaringga o'rgatib olsalaring bo'lar ekan. Bu T-Rexning kattaroq bolachasi, shuni ham qo'lga o'rgatsalaring bo'lar ekan. Buni sensa yomon yugurar ekan, onasisan. O'ldirgan T-Rexlaringni bolachasi yoki shunaqa qushlaringni faqat bitta odam ko'taradi desanglar, bu esa ikkita odam ko'tara oladi va bunda osilib turish mumkin. Bunga farqi yo'q. Nokalda tursalang, mana shunaqa osilib turur. Bu kartada o'zlaringiz so'lishmanglar, maslahatim, chunki minus olishlari mumkin. Podpiska bosib qo'ying, birga bo'lamiz.